Salom hammaga, sizlar bilan Detect. Bugungi videoda sizlar bilan VaniSheet qanaqa o'tkazishni o'rgataman. Sizlar bilan birinchi qiladigan ishimiz bu любой bitta brauzerga kiramiz, poiskiga VaniSheet deb yozamiz. Yozgandan keyin birinchi chiqqan saytga kiramiz, vanisheet.com ga. Kirgandan keyin akkaunt ochasizlar, sizlar akkaunt qilib, ochgandan keyin главный menyuga olib boradi sizlarni. Bu yerdan birinchi qiladigan ishimiz bu Regempro'ga подписка sotib olamiz, kupit bosib. Tanlayotganingizda 7 kunmi yo'q, bir oyga olasizlarmi? Olishingizdan oldin referenalniy kod degan joyga Detect deb yozamiz. Галочкani bosamiz. Qabul qilib promokodni 3 kun sizlarga qo'shib beradi, подпискаlarga 3 kun tekin. Приобрестini bosamiz, keyin bu yerda o'zingizga qulay bo'lgan to'lov tizimini tanlaysizlar. Подписка sotib oldinglar ham deylik. Endi ikkinchi yo'li bu endi launcherni o'tkazish. Moy profilga o'tasizlar, tepa kategoriyadan bu yerda основнойga o'tasizlar. Bu yerda skачать launcher turadi. Shoshilmaymiz. Launcher skачать qilishdan oldin bu yerda Visual C++ и DirectX'ni skачать qilamiz. Bular o'tgandan keyin skачать launcher qilamiz. Skачать launcher bosganingizdan keyin sizlarda shunaqa exe приложение skачать bo'ladi. Buni ichiga kiramiz. Bu sразу parol yozib o'tirish shart emas, o'zi turadi o'zingizlarning parolinglar. Bu yerdan serverlarni tanlaymiz. Misol uchun 2 yoki 1. Shunaqa ovoz chiqadi, tut qilib. Ozgina kutamiz. Mana bo'ldi. Bu yerda sizlarning подпискanglar status undetect bo'lib turadi. Shunaqa mana runni bosib o'yinga kirsanglar, uстановка bo'lgan bo'ladi. Sizlar bilan Detect bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like, подписка bosib ketinglar. Promokod Detect.